mendan ko'p so'rayapti. YouTube'ga qanday video chiqarsa bo'ladi deb. Shunga video chiqarishni o'rgataman. Birinchi bo'lib YouTube'ga kirib olamiz. YouTube'ga kirganimizdan keyin shortsdan chiqamizda, agar kimda shorts chiqsa. Mana eng pastda mana 5 dana chiqadi. Shorts asosiy obunalarsiz degan joy chiqadi. Bizlar manosiga kiramiz, bosamiz. Mana bosamiz, mana pastdagi bor-ku mana. Shu o'rtadagi mana o'rtadagi. Shu pastdagida. Mana shu bitta bosamiz. Ha, o'zi chiqadi. Uzun video, mana video desa uzun videolar chiqarish mumkin. Qisqa video desa o'ynaylik. Shortslar chiqaradi. Shunga kirib olamiz mana. Mana shunday chiqadi. Mana shu rasmga bosamizda, istagan videoni tanlab qo'yaversa bo'ladi. Masalan, mana shuni bitta bosgandan keyin hozir qo'yib ko'rsataman. Mana chiqadi. Bizlar esa mana shuni bitta video tanlab olamizda, keyingisi degan joyga bosamiz. O'zi ustanokka qilish boshlaydi. O'zi boshlaydi. Videoni ko'rsa ham bo'ladi, ko'rmasa ham bo'ladi, farqi yo'q. 180 sekundgacha ko'rsa bo'ladi. Meniki 22 sekund bo'lgan. Keyin tayyor deb bosamiz. O'zi mana shu aynalar sekin. Mana shu to'lguncha kutamiz. Mana bo'ldi. Endi ozgina kutib tursa, mana shuni ichiga mana shu yo'lga paydo bo'ladi. Keyin mana mana bosamiz, mana shu yerga bosiladi. Bosganimizdan keyin o'zi mana shunga chiqadi. Keyin esa mana keyingisi degan joyga bosamiz. Tafsilot kiritish deyapti. Agar mana shaxsiy degan joy bo'lsa, mana shu qulf shaklida bo'lsa, shuni ustiga bitta bosamiz, hammaga ochiq deganini bittasiga bosib qo'yamiz, keyin chiqib ketaveramiz. Nomi endi farqi yo'q. Men Robin Good deb nomlayman. O'zi keyin mana shunday turadi, o'zi kirib ketadi video chiqaradigan joyingizga. Mana shunday tayyor bo'laveradi sekin. Mana shu to'lgandan keyin ana nimadir boshlanadi. bir foiz yakunlanmoqda degan joy chiqadi. Keyin esa o'zi bo'ladi. O'zi tayyor chiqdi. O'zi chiqdi. Hammaga sog'lik salomat tilayman. Videoga like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bugungi video shu edi. YouTube'ga video qo'yish